shuncha li avtomobillarni kimdirlar olib kelib tashlagan Toshkentga, Indeks bozoriga rosa ko'p, bir 2000-3000 ta li avtomobili shu yerning o'zida bo'lsa kerak. Yana boshqa skladlar bor, ularda ham to'layapti. Aynan mana shu kattalari, lini kattalari. O tomonda bir 20 ta, mana bu yerda bir 300 talar bor. Bu skladlarda ham, bu karmashkalarda ham to'layapti. Bu tomonga ham qaranglar, hammasida li avtomobillari rosa ko'p. Li zavodi yaqinda o'zimizda ham ochiladi, 1 milliardga qurilyapti. Nima deysizlar? Shunchali keyin sotilmay qolib ketishi mumkinmi? Chunki bularni chasni olib kelgan. Zavodi qurilsa, faqat balonni qo'yadidan arzonroq sotishi mumkin. Xuddi o'zimizda ishlab chiqaryapmiz deb sotish mumkin. O'shanda rastamoshkasi bo'lmaydi. Mana bular Li Avto Xitoydan kelgani. O'rtoqlar, kommentariyada yozingizlar, mana shu avtomobillarni qaranglar, necha pul turadi bilmadim hozircha. Aktual narxi, lekin rosa ko'p. Bir 3000-4000 ta avtomobil aynan Li avtomobillari shu yerda o'zida bor.